yosh turib mashhurlikni istamanglar. Yosh turib katta pulni quvmanglar. Yosh bo'lib turib katta mansabni qidirmanglar, chunki loyiq bo'lgan kuningiz Alloh taolo mansabni ham, mashhurlikni ham, pulni ham beradi, o'zi xohlagan kunda. O'shuning uchun shoshmaslik kerak, birodarlar. Bilasizlarmi, baxt nima desa, rozilik deyiladi. Bu saodat darslarida o'tganmiz. Baxt rozilik. Hayotidan, kunidan rozi bo'lgan insongina baxtli bo'ladi. Allohga bo'lgan ishonching sening iymoningni belgisidir. Allohga bo'lgan ishonching seni iymoningni belgisidir. Iymon bilan ishonch bir-biriga bog'liq narsa bo'ladi. Iymoningiz ziyoda bo'lgan sari, iymoningiz kuchaygani sari ishonchingiz ham kuchayib boradi.